Xitoy hukumatı 2019-yili Uyg'ur diyoridagi qayta tarbiyalash markazi nomidagi lager sistemasining taqalganligi hamda kursantlarning o'qish bitirib jamiyatga qaytganligini e'lon qilgandan buyon bu vaqtdagi ko'plagan uchurlar har soha kishilarining diqqatini qo'zg'ab kelgan edi. Buningga mos holda yaqinqi mezgillarda ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan Uyg'ur diyoridagi bir qism kishilarning Xitoy pasporti bilan chet ellarga sayohatga manganligi haqidagi qisqa videolar navbatda Uyg'ur diyoridagi vaziyatning burunqidan o'zgarganligi haqidagi uchurlarni namoyon qilishga boshladi. Buningga eng yangi mazmun sifatida qo'shilgani Germaniyadagi eng chong axborot to'ri bo'lgan Aynak to'rining muxbirlar guruhi 2023-yil aprel oyida Uyg'ur diyoridagi 10 kunlik naqmadan tekshirishidan keyin 17 may kuni e'lon qilingan tafsiliy xabar bo'ldi. Uningda Uyg'ur diyoridagi siyosiy muhitning garchi normallikdan sal yiroq holda turayotganligi aytilsa-mu, Mashinroy Uyg'ur diyoriga kelgandan buyon ilgirki vaziyatda ko'rinarli o'zgarish bo'lganligini, hozir ilgirki saqchi davlatining jiddiy holatlardan ko'zdan yutganligi bayon qilindi. Halbuki Angliyadagi Osmon xabarlari agentligining muxbirlar guruhi 18 may kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi ma'lumotlar Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikning amaliyotda oshkora shakldan ko'rinmas holga o'tib bo'lganligini namoyon qildi. Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik tashqi dunyoga ma'lum bo'lishga boshlagan vaqtlarda bu joyga kelmoqchi bo'lgan g'arb axborot xodimlarining allaqachon qatboqat to'saqqa va Xitoy soqchilarining iz qo'g'lishiga duch kelganligi ko'p qatam ma'lum bo'lgan edi. Shu sababdanmi Uyg'ur diyorida zodi nimalardan bo'layotganligi izchil yepiq qozon altida qiliverdi. Yuqumni nolga tushirish shorat yo'qsizlar amaldan qoldirilgandan keyin Osmon xabarlarining muxbirlar guruhi Uyg'ur diyoridagi qadimiy makonlardan bo'lgan Qashqarga yetib keldi. Hamda Xitoy hukumati jakarlagan qayta tarbiyalash kursi oyoqlashdi degan shiorlar bilan hammani tushuntirib belgili bo'lmaydiganligini bayqadi. Muxbirlar guruhi Uyg'ur diyorining tabiiy go'zalligidan bekrak his qilgan reallik, aeroplandan tushgan har qanday kishi his qiladigan jiddiy kayfiyatning hammali o'rinda davom qilishi bo'lgan. Bo'libmi to'liq qurollangan saqchilarning Bronovik mashinalarida to'xtamasdan chorlashlari, top harbiylar va saqchilarning qadamli bir uchrab turishi, hammali joyni bir olgan kuzatish kameralari birdak oz degandimi necha million odam lagerga qamalgan deb to'nilayotgan bu rayonning odamsiz ko'chalarida menib yurgan shalon kishilarning izchil qattiq kontrollik ostida ekanligini ko'rsatib bergan. Bu qatimqi ziyorat jarayonida muxbirlar guruhi Qashqar va Xotandagi 14 o'rindagi qayta tarbiyalash markaziga borgan. Ammo ularning ichidagi 13 o'rin allaqachon lager bo'lishdan qolgan. U joylardagi bexatarlik aslahalari elib etilgan. 8 o'rin bo'lsa ilgari maktab bo'lgan bo'lsa-mu, hozir ularning ikkisi tashlandiq makonga aylanib qolgan. Yana ikkisi bo'lsa partiya maktabiga o'zgartirilgan. Ilgari lager uchun loyihalangan bir qism aslahalar rostilla qaramoqqa lager bo'lishdan qolgan. Ammo bu muassasalarning boshqalari hech kim o'tolmas egiz qardaravozliq turmalarga aylanib bo'lgan bo'lib, davlat tilini umumlashtirib, millatlar ittifoqligini kuchaytiradi degandek shiorlar yozilgan. Muxbirlar guruhining a'zolaridan xilinsimiz bu vaqtda to'xtalib, hozir millionlab odam tutish to'xtagan bo'lsa-mu, o'zi ko'rgan Qashqar ko'chalaridagi odamlarning yuragi qapidan chiqib ketgan holatda ekanligiga alohida diqqat qilgan. Certainly sort of back in the sort of the height of the crackdown, them being targeted, it was just complete. I think people felt that they could barely kind of step outside. They could certainly not go to the mosque. They couldn't. Bostirishning yuqori pallasi hozir tamom bo'lgandek qiladi. Ammo meni his qilishimcha, kishilar hozir uydan chiqishdan qo'rqadi ekan. Ular darvaqa hargizmi masjidlarga bormaydi. Ular oshkor holda Uyg'ur tilida so'z qila olmaydi ekan. Chunki bu har qachon o'xshamagan tahdidlarga nishon bo'ladi ekan. Chatalik muxbirlarga so'z qilgan kishini bo'lsa, udula turmaga ilib ketadi ekan. Şinjan'da nurg'un masjidlar va maqbaralar, shuningdek madaniyat izolari islomiyatga qarshi kurashda vayron qilib etilgan. Bu qitim biz ko'rgan masjidlarning ko'p qismi do'konlarga aylantirilibdi. Hozir Xitoyda nurg'un ishlar navratlikni tugatish nomida ijro qilinyapti. Ammo biz ko'rgan reallik bu ishlarning qasddan bo'layotganligini ko'rsatadi. Masalan olsak, biz borgan qabristonlikni ular yaqinda tuzib etibdi. Bu qabristonlikni Uyg'urlar necha 10 yildan buyon ishlatib kelgan ekan. Qarasak bir kichik bolaning jasad so'ngi to'pa orasidan ko'rinib turdi. Xitoy hukumati hamisha boshqa millatlarning madaniyatini qo'g'dayotganligini tashviq qiladi. Shuningdek, Uyg'urlarning polo yeb usulga tushganligini ko'rsatadi. Uyg'urlar uchun hozir bundan boshqa ishlarni qilishga yo'l qo'yilmasa kerak. Ammo inson hargizmi har vaqt in our recent trip we saw, for instance, mosques that are now shops in kind of the old town and things like people were essentially arrested on mass. Muxbirlar guruhi o'zlari borgan joylarda ko'rgan asoyishlikning eng kuchli simvoli Uyg'urlarning usulga tushishi bo'lsa-mu, ammo buningga yoshirilgan ko'plagan sirlar ularning ko'zini qachib qutuladi. There was one thing we saw when we were there that I was like, wow, I feel that really sort of encapsulates
that sense of what Uyghur culture now looks and feels like in Xinjiang. And that was, so in Kashgar's old city, and it's very touristy, and it has been very actively designed and sort of kind of preserved in that sense. You get this in quite a few Chinese cities actually that are tourist hotspots. You get these shops where people can go and rent costumes to then Kashgarning Koni shahar rayoni sayohatchilar uchun loyihalangan bo'lib, bu joyni ular nihoyatda ko'ngil qo'yib loyihalab chiqqan. Bu yerga kelgan har qanday odam Uyg'ur madaniyatining hidlarini darhol his qila oladi. Qarsak, bu joyga kelgan Xitoy sayohatchilarmi dal o'sha go'zallik sababidan Uyg'urlarning an'anaviy kiyimlarini kiyib, suratlarga tushib yuradi. Ammo ko'chalarda o'sha xildagi kiyimlarni kiygan birmi Uyg'urni biz ko'rmadik. U joyda o'z kiyimlarini kiygan Uyg'urlarni zodala ko'rmaysiz. Qarsak, bu hol tutqun yuqori pallaga chiqqan 2017-yildagi vaziyatning naq o'zini eslatadi. Biz yana Qashqardagi asosli masjidga bordik. Biz bu joyda xeyli uzun aylanib yurib, faqat sayohatchilarning kirib chiqib yurganligini ko'rdik. Ammo birmi insonning masjidga kirib namoz o'qiganligini ko'rmadik. Darvaqa, to'p-to'p sayohatchilardan bir kishi sayohat jarayonida namoz o'qidi bo'lg'ay. Bu hol bizga xeyli ko'p narsalarni hung out there for an hour or so just to kind of watch people coming and going. We didn't see one person who we believed to be a worshipper going into that mosque. We saw groups and groups of tourists going into the mosque. And yes, we might have missed one person here or there who looked like a tourist and wanted to worship, but it really didn't feel that way. Ko'k ishton shakldagi maktab formasi kiygan. Hökumət başquruşidagi yataqlıq məktəblərdə oxuyotgan bu ballarning ota-onasi qayerda ishganligini hech kim bilmaydigan bo'lib, shohidlar bularning hammasining qamoqda ishganligini bildirgan. Buning bilan zulm oxirlashgan makondagi tutqun qilingan millionlarcha insonning izlariga az ola ma'lum bo'lgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Osmon xabarlarining muxbirlaridan Tom Chashir bundaq especially starting in 2017 this mass internment of anywhere between 1 and 2 million Uyghurs. We don't know how many just because there were so many, but Bo'libmi 2017-yili yuqori pallaga chiqishga boshlagan zo'r tutqunda 1 milliondan 2 milliongacha Uyg'ur qamalib ketdi. Ammo ularning aniq soni hozirgacha noma'lum. Xitoy hukumati bu kishilardan zodi qanchasining o'qish bitirib chiqqanligini aytgani yo'q. Biz bu masalani tekshirish uchun Xitoyning sharq qismidagi Qingdao shahriga bordik. Bu joyda Uyg'urlar ko'p majburiy emgakka selingan bo'lib, dengiz mahsulotlarini tozalash degandek paskin ishlarga o'rinlashtirilgan. Bu ishchilar Xitoyning ichki qismida eksport qilingan emgak kuchlari bo'lib, ularning bu ishda hech qanday rozilik ilinmagan. Ularga qilchilik va harakat erkinligi berilmagan. Ularning hukumat bekitib bergan guruh boshlig'i ularni madrasalar qildirmasdan kontrol qilib turdi. Ularning gap so'z va madaniyat sohasida o'z kimligini namoyon qilishi ma'ni qilindi. Bu dal Helen Semiz aytgan o'z kimligini unutuldirish harakatining bir qismidir. Xitoy Kompartiyasi hozir dal mushuni qilyotidi. Bu ishchilar bo'lsa o'z farzandlaridan ayrilganlar bo'lib, ularning bolalarini hukumat yataqliq maktablarda o'qityotidi. Biz shu shaklda o'z farzandidan ayrilgan bir kishini Turkiyada ziyorat qilgan edik. U bir kuni Xitoycha TikTokda e'lon qilingan bir videodan o'zining bolasini to'nayapti. Qarasa uning go'dak o'g'li "Men Xitoyni so'yman, qizil bayroq mening bayrog'im" degandek so'zlarni qilayotgan ekan. Shuningdek, bolasi har kuni Xitoycha tilda so'zlaydi ekan. Biz bu xildagi yataqliq maktablarga bordik. Biz borgan joylarning hammasida mushundaq maktablar bor ekan. Ammo bu vaqtda bizga gap qilib bergidek birmi insonni topolmadik. Chunki hozirmi Çetellikki gap qilishga petinigudek birmi odam yo'q ekan. Yana kelib Xitoy hukumatı Uyg'urlarni hamma joyda o'zlari uchun jasuslik qilishga zo'rlaydi ekan. Shunga chetellardagi Uyg'urlarni bu xil besim va tahdiddan xoli bo'lolmay yurmoqda ekan. This is what you can do according to the Chinese Communist Party. Uyghurs abroad being separated from their children. We spoke to people in Turkey who hadn't seen their children for a very long time until they saw it on Douyin, which is the Chinese dokladda e'lon qilingandan keyin Asahaning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Sofiya Richason xonim bu vaqtda radiomizning ziyoratini qabul qilganda bu qatimqi ziyoratda oshkor bo'lgan reallikning haqiqatanmi dunyo uchun bir kuchli ogohlantirish bo'lganligini ta'kidlaydi. The Sky News report confirms yet again why an independent international investigation Bu qitim Osmon xabarlarining dokladi bu rayondagi yetakchi shaxslarni bosh nishon qilgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishga mustaqil xalqaroliq tekshirish guruhlarini avatishning nima uchun shu qadar muhim bo'layotganligini yana bir qitim dalillab berdi. Ro'shanki bu joydagi haqlar dafsanchiligi ilham davom qilmoqda.
Shu sababdan Xitoy hukumati deyotgan hamma ishlar hozir iziga tushdi degan gaplarga qilchilik ishongili bo'lmaydiganligi oydinlashdi. Xalqaro qonun va xalqaro tashkilotlarning bu masalani o'tirg'i qo'yishi dal mush sababdan muhim bo'layotdi. Shunga bu xildagi tekshirishlarni qo'llagan hukumatlar buninglik bilanla to'xtab qolmasdan bu tekshirishlarning natijasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaramog'idagi kishilik huquq oliy kengashiga sunish lozim. Shuning bilan birga ularni bu vaqtdagi ahvollarni mustaqil tekshirishga da'vat qilish lozim. Bu hol hozir bekla jiddiy va ta'xirsizdir. Xuddi 1 yil, 2 yil, 5 yil yoki 10 yil ilgari qanday jiddiy bo'lsa, hozirmi shunday jiddiy. It's urgent, it's imperative, and it's no less so than it was 1 year, 2 year, 5 year, 10 years ago. Uyghur faoliyatçilerden Dünya Uyghur Qurultayının Angliyadagi vakili Rayman Mahmud Osman xabarlarining bu qatimqi naq maydon ziyaratiga boshdan oyoq bevosita maslahatchilik qilgan hamda uning o'ngishli oxirlashishiga zo'r yordam bergan shaxslardan biri. Uning qarashicha g'arb dunyosida Uyg'ur qirg'inchiligi unutilib ketishga yuzlanayotganda dunyoga dangdiq bir axborot vositasining Uyg'urlar hozirmi zulm chekyotidi degan mazmundagi bundaq bir programmani ishlab chiqqanligi zo'r ahamiyatga ega. Mushi yaqinda 2 hafta bo'ldi. 2 hafta u hatto Xotangichi bodi bular Xotanga berib, Xotanda shu ilqi mazar nemelarga berib, u yerda toz yaxshi filmlarga ololmay ko'rimiz degan yerlarni ko'rolmay degandek ashadin turib men bilan xabarlashgan. Shamda bu xabar bak bir biz uchun tushunchlik tashna bo'lib turgan vaqtda bir chiqqan xabar bo'ldi. Muxbirlar gruppasi ziyoratga borgan boshqa o'rinlarda tashlandiq lagerlar ko'plab uchraydigan bo'lib, bu joylarga ancha yiroq bo'lmagan doiradagi barg'ansira kengayayotgan yangi turmalar muxbirlarni texmo hayron qoldirgan. Shuning bilan birga bu makondagi reallikning tashqi dunyoga ko'rinmas yana bir yuzini qisman holda oshkora qilgan. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmaning davomiga qiziqsanglar, diqqatinglar keyingi anglitishimizda bo'lsin. Kanalimizga zavg'an bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab quvvatlashi, tarixni berilishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammamizdan Allah razı olsun.